kanalni belgilari chiqyapti sizda. Qitish bor. Yana Qitchiydi. Manilarda endi sanchiq paydo bo'lyapti. Kiprigim botyapgan. Ko'proq ish qilganimdan keyin ichiga zarracha kirganga o'xshab ocholmay qoldi. tushunarli. Kiprik kanasi deyiladi. O'shani tekshirishimiz kerak. Lekin bu sizda yo'q. Buni Toshkentda tekshiriladi. Demodex deyiladi. O'shani tekshiramiz. Agar kana chiqadigan bo'lsa, hamma lecheningiz bir ketadi, bekor bo'lib ketadi. Doktor, bu endi hozir shu kunga kelib bo'lyapti-da. Bu narsa mana kiprik botishi ungacha botmagan. Ungacha o'sha qitishish, atishish bo'ladi. Shuni tekshiramiz. Kana chiqmasa bizda olamiz. Agar kana chiqadigan bo'lsa, buni kojinlarda oladi. Tushuntirami? Aha. Kelishdikmi? Hozir chunki siz ancha buncha narsadan o'tdingiz-da, hozir bunda nimaga bunday bo'layotgani sababini topish kerak. Ikkita narsa qilinadi, kanal tekshiriladi, surtma olib turib, qanaqa mikrob borligini aniqlanadi. Bir kunga Toshkentga borib kelish to'g'ri keladi. Tushuntirami? Undan keyin lichin qilamiz. Borgan kuningiz artgan, yuvgan bo'lmasligingiz kerak. Shu uchun turish. Dori qo'ymagan bo'lish kerak. Shunday ketirish kerak. Kirasiz, shunday kirasiz.